Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. E'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC MMA boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan ushbu rolik uchun 3 soniya vaqtingizni ayamay videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. O'rta vazn toifasida reytingda birinchi o'rinni egallab turgan fransiyalik Nasuriddin Imomov, Du Plessis va Chimayev o'rtasidagi chempionlik jangida zaxira varianti bo'ladi. Dog'istonda tug'ilgan 30 yoshli Imomov 2020-yildan beri UFC'da jang qiladi. Fransiya bayrog'i ostida jang qiladi. U so'nggi jangga fevral oyida Israel Adesanyaga qarshi o'tkazib, texnik nokautga evaziga g'alaba qozonadi. Eslatib o'tamiz, Du Plessis Chimayev jangi 17-avgust kuni Chicagoda o'tkaziladi. UFC sobiq chempioni Aljamayn Sterling fikricha Islom Magachev Habib Nurmagomedovdan ham ustun. Menimcha Islom tarixdagi eng zo'r, eng yengil vazn jangchilaridan biri. U Habibdan faolligi bo'yicha ustun deb o'ylayman. Har qanday holatda ham menimcha u Habibdan ko'proq janglarda qatnashgan. Asosiysi u chempion bo'lganida va u bu unvonini himoya qilgan paytda juda ko'p raqiblarni mag'lub etadi. Habibdan 13 yoki 14 ta jang edi. Islom esa bunda ko'p dedi Sterling o'z YouTube kanalida. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlar barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizga ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalida uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.